Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 1-aprel kuni. Haftaning seshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz. Hozir zavodimizdamiz. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Hali ko'pchilik kichkina mashina yo'qmi deganlarga mana ko'chadan kichkina mashina chaqiriladi. Kichkina mashina mana shu mashinaga 3000 ta sig'adi. 3000 talik gazali o'sha eshigiga kira olmaganlar shunaqa ichkariga kirib to'kib berishadi. O'zimizda bari katta mashinalarimiz bor, havolarimiz. Ularga 10 tadan sig'adi. Ko'rib turganlaringdek ishlarimiz ranglari atlasni holatda. Zavodimizning manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Bu ishlarimiz standart 6lik. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beraveramiz. Xudo xolasa o'tgan videolarda ishlarimizni narxlarini 850 so'mdan chiqarib turdik. Bu safar bomba 820 so'mdan ishlarimizni tushirdik zavoddagi narxi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 10 tami, 3000 tami, 5000 tami farqi yo'q. Necha mingta cheklanmagan miqdorda olib borilaveradi. Eng kami shunaqa mana shu kichkina mashinamiz 3000 ta shunaqa mashinalarda boraveradi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.